Akalar qop pul ishonaveringlar, hammasi pul bo'ladi. Sezonsiz biznes. Bu biznesni bitta boshlagan akalar bu yil misolchi boshlasa, kuzga borib normalniy soqqa qilyapti, normalniy ob'yom qilyapti. Ob'yomni kattalashtirib yuborsangiz ham bo'laveradi. Yaxshi jo'rangiz bo'lsa, yaxshi o'rtog'ingiz bo'lsa, 2 kishi, 3 kishi bemalol eplasangiz bo'ladi. Kuniga bunda shunaqaki, bu biznesdan keyin metrlab pul topasizlar, metrga. 200 mingdan boshlanadi eng arzoni. Kattarog'ini olaman desangiz 500 ming, 600 mingdan boshlanadi. Bitta joyga kirsangiz, bitta zakazga kirsangiz, kamida 2 ta bo'lmasa 4 ta, 6 ta, 20 ta quyib chiqib ketaverasiz ob'yomingizga qarab. Agar 20 ta quyadigan bo'lsangiz, 20 tasini 4 metrdan hisoblaydigan bo'lsak, 10 tasi 40, 80 metr. Endi uni akalar 200 mingdan hisoblayvering yoki 100 mingdan hisoblayvering. Ikkisizlar bo'lishasizlar. Mazami? Xullas, bugun Samarqandga kelganmiz. Video davomida to'liq ma'lumot beramiz. $1000 xotirjam yetadi. Bahor kelgandan keyin hamma nimadir biznes qilgisi kelaveradi-ku akalar. $1000 pul bilan yaxshigina biznes ancha yildan beri yaxshi ketyapti. Qilganlar masalan bu yil boshlaganlar kuzga borib уже buni kengaytirib olyapti. Arendasini yo xizmatini oshirib, masalan $1000 deganimiz sababidan 2 ta 30 ligidan 2 ta oladigan bo'lsangiz, bayda birinchi, ikkinchi, uchinchi sortlargacha bor. Mana shu 25 likda narxi 4 metrligi komplekt qilib berishadi. 360, 3,5 emas. 4 metrligi $350 dan $450 birinchi, ikkinchi, uchinchi sortligiga qarab narxi chiqaveradi. 2 dona oladigan bo'lsangiz, quyib berish xizmati 200 mingdan 300 minggacha ekan. Agar siz bunaqa kattalardan qo'yadigan bo'lsangiz, 500 ming, 600 ming shunaqadan quysa bo'lar ekan, unaqa kattalarni. Xo'p, tovarda muammo yo'q ekan. Boshida ko'rsatib qo'yaylik. Xohlagancha bor. O'zbekistondagi eng katta ob'yom deyishyapti, hammaga yetadi. Qo'shni davlatdagilarga ham yetadi akalar. Keyin bu yerda Samarqandga kelganmiz hozir. Yaxshi tarafi barcha assortiment bor. Barchasi. Dumaloq deysizlarmi, to'rtburchak deysizlarmi, hammasidan bor. Balyasinalarda ham mana donaliklari bor. Trenddagilar masalan $70 dan boshlanadi bularning narxi. Donalik. Mana bu yerda komplekt metrligi ham bor. Mana shunday 1 metrini quyib berish ham akalar 400 ming, 500 ming shunday ketaverar ekan narxiga qarab. 1 metrining narxi $250, 300, $350 hadi mana. Bo'yiga qarab, ob'yomiga qarab farq qilaveradi. Bu biznesda ham masalan uchun bitta komplekt oladigan bo'lsangiz, 4 metr, 5 metr oladigan bo'lsangiz, kattaroq ob'yomga 1 metr kirganingizda pulini chiqarib yuboradi usta haqqini o'zidan. Mana bu narsalar ham xuddi shunaqa. Hech kim buni toq quydirmaydi-da. Uyingizga kirsangiz bitta kolonna turmaydi, to'g'rimi? 2 ta, 3 ta, 4 ta turadi. O'shanda bir kirgan joyingizda kamida 1 million pulni olib ketaverasiz akalar. Bir kunda qursa kerak, yettalab quyib qo'ysa kechgacha. Betonchilar buni yaxshiroq biladi. Xo'p, stakan tumbalarimiz $180 eng kichkinasi, 20 bo'lib razmerga qo'shilib ketaveradi. Buni ham past baland qilib o'zgartirsa bo'lar ekan mana. Bo'linadi. Bo'lak. Manaqa zinapoyaniki ham bor, anaqa uklon bilan quyiladigan. Bularni ham mana shu joydan topasizlar. Video davomida hammasining narxlari bilan mutaxassis akamiz bor. Ancha yildan beri mana shu sohada to'liq tushuntirib beradi akalar. Agar sizlarga nimadir qiziqroq va bir foydaliroq ma'lumot bergan bo'lsak, like tugmasini bosib qo'yinglar. Chunki like bizga bu videomizni ommalashtirib berishiga yordam beradi xolos. Qaydadir bundan qimmatrog'i yoki arzonroq bo'lishi mumkin. Biz o'rtadagi narxlarni, o'rtadagi akani hisobidagi tovarlarni ko'rsatib beryapmiz. Boshladik. Charchamsiz, tuzomsiz, yaxshimisiz? Zo'rmisiz, rahmat. Rahmat. O'zbekistondagi o'sha aytganimizdek eng katta assortimentga ega Samarqand. Qaranglar buni turlarini, balyasinadan tortib, bunaqa tumbalarini hamma kolonnani ham hamma turdan bor ekan aka. Shunday, hammasini olib kelib qo'yganmiz. Xo'p, endi aka buni razmerlari, narxlari, turlari shu haqida ma'lumot beraylik. Xo'sh, hozir 20 lik diametrdan boshlab 60 diametrgacha olib kelib qo'yganmiz. Shu mayli dekorativ joylardan to restoranlargacha, to'yxonalargacha bo'ladigan kolonnalar, keyin o'zimizning hovlilarga ishlatadigan kolonnalar 23-35 xaloylardan olib kelib qo'yganmiz. Balyasina, tumbuchka, donalik balyasina, lesinsalar uchun hammasini olib kelib qo'yganmiz. Bunaqa turlarni qidirib yurgan akalar bo'lsa, tezda jo'natib qo'yasizlar. Juda go'zallari shaydi ekan. Men bir 2-3 yil oldin kelib akani reklama qilganmiz. Undan keyin to'g'risi akalar bunaqa assortimentni ancha-muncha joyda ko'rganim yo'q. Qaysi biridan boshlaymiz aka? Farq yo'q. Hadovoy kolonnadan boshlaymiz. Kolonnadan boshlaylik. Bo'ldi. Tamam. Qaysi biridan? To'rtburchakdan boshlaylik bu yoqdan.
Hamma bir turburchak qator bilan turibdi. Bu turburchak 35lik, bu ham hadovoy. Lekin ko'pincha biz bozorda dumaloq juda ham hadovoy ketadi. Mana 25lik dumaloqdan boshlasak, 25lik dumaloq 25, 30, 35 ana shu uchovi juda ham hadovoy. Hozir biza talabga mos birinchi sort, ikkinchi sort, uchinchi sortlardan olib kelib qo'yganmiz. Ha, shunaqasi chiqib ketibdi. 5-6 ta sort bor, shunaqasini olib kelib qo'yganmiz. Kimdir qalin xohlaydi, kimdir o'zining uyiga bir 20 ta usta qo'yadi, yuqasidan xohlaydi. Kimdir arenda uchun, kimdir o'zi biznes qilish uchun yaxshilardan xohlaydi, o'rtanchasini xohlaydi. Shuning uchun hamma assortimentda olib kelib qo'yganmiz. Yaxshi. Masalan, narxlari $450 dan $350 boshlanadi, 20 lik diametr. Уже 450, 550, yana 100 ko'tarilib, ketaveradi. 150 ko'tarilib, narxi o'zgarib ketaveradi. Birinchi sortlar, ikkinchi sortlar $50, $100 arzon bo'lib ketaveradi. Ha. Shunaqa. Hozir oldin $600'liklar hozir qancha bo'lyapti? Oldin $600'liklar hozir sal tushgan. O'sha birinchi sortmidi ular? $50, $100'gacha tushgan. U ham arzonlagan hozir. U ham sal arzonlagan. Avvalgi narxlar hozir yo'q, chunki o'zi ko'payib ketdi, kattalashgan shu uchun. Tushunarli. $350 necha metrli berasiz mana 25lik? Avval esingizda bo'lsa 360, 3,5 qilib berardik. Hozir ko'p kishi so'radi, bizga 4 metr qilib bering. Ba'zi joy ko'p joylar 4 metr 380, 370 bo'lyapti. Shu uchun hozir biz 4 metr qilib beryapmiz. 360 edi. 350 ga 4 metr qilib berasiz. Yana 50 sm qo'shilgan. Gap yo'q, zo'r aka. 25ligini narxi bu. Bu 25ligi. 30 dan shunaqa 4 metr, 35. Hammasi 4 metrdan bo'ladi. 4 shunaqa chiqadi. 30-35 lar narxi qancha chiqadi? Ular $550 ga $650, qalinlari. Yuqalari $500 ga 600, keyin $450 ga $550. 150-100 farq qilib ketaveradi. Tushunarli. Yo'q, menga zakaz qilib hazagaz, undan ham arzon olib kel desa agar, undan ham arzonlarni olib kelamiz. Ha, bor, xullas hamma variant bor. $200 ga ham qolib topilsa bo'ladigan variantda qilib qo'yganmiz. Farq qiladi, granulasiga, sifatiga, seriosiga bog'liq. Seriosiga farq. Akalar aytib o'tganingizdek, optim joyda muammo yo'q, xudo xohlasa. Bani ko'rsataveraymi aka? Ko'rsatavering, shuni ko'rsating. Optim mana shu akani o'zi mana shu joyga tushiradi, mana shu joydan sotib, mana shu joydan tarqatishadi. Olib sotadiganlar yoki ustalar aloqaga chiqaverasizlar. Shunday. Ekrandan nomerlarni. Butun O'zbekistonga yetadi. Ob'yemi juda katta. Har hafta kelyapti. Har hafta keladi. Nima zapchasti yo'qoladimi, sinadimi, kalitlari, zapasi bilan beriladi. Yana qancha kerak bo'lsa, yana beraveradi. Tushunarli. Shu tomonda qiynalmasdan yurishadi. Xullas akalar, kechirak bo'ldi. Ishlar har yo'liga bitib ketaveradi. Xo'p, hammasi endi 4 metr bo'pti, oldingi 3-6. Hammasi 4 metr bo'lgan. Tushunarli. Hammasidan bor. Xo'p, balyasinalarcha? Balyasinalar donalik olib kelib qo'yganmiz. Nima qilishadi? Donalik uyda quyib, keyin o'g'irib ustanov qilishadi. Bu metri quyib berish xizmati 700 ming, 800 ming, to 1 milliongacha boradi. Hamma narsa o'zidan, ustalarni o'zimizdan bor, ustalar qilib beradigan. Keyin o'g'irib, keyin o'rgatishadi ham, обучениесі ham bor. Bun donasi 70, 75, 80, to $90gacha balyasining donaliklari. Masalan, eng hadovoz mana bu high-tech fasonda juda zo'r ketyapti. Ha, oldingi o'zimizniki do'lan nafasida. Mana shu juda zo'r ketyapti. Keyin ba'zi joylarda bu zo'r ketyapti. Bu yoq talabga mos ketaveradi. Yana hammasini olib kelib qo'ymaganmiz, yana bor assortiment. Telefon qilishsa onlayn tashlab beramiz. Elektronsini o'zi bu yoqqa qo'ymagan ekan. Tushunarli. Xo'p, donali akalar, bunisi mana o'sha komplet, bu metrlik. Metr. 1 metri. Mana buni quyib berish xizmatidan boshlaydi, chunki qiziqtiradigan joyi shu. Quyib berish xizmati 450, 500 ming to 600 minggacha bo'ladi 1 metri quyib berish xizmati. Masalada armatura sementni uyda egasini olib beradi. Siz qo'l bilan borib, prosta xizmatini ko'rsatasiz. Bizda sotiladi metri 250, 300, $350gacha 1 metri. Qolib sotilishi. Qolib tayyor. Masalan, 1 metr quysa 400 metrdan 4 millioni bor. O'sha pulni bittasini qolibi puli chiqadi. Bo'ladi. Shunday. Tumuchkalarni qo'shib beramiz, shariklari xudo xolasa keladi, undan ham qilib beraman. Bu akalar bu narsada misol uchun 500 mingdan deb qimmat eshitilishi mumkin, lekin uyda egasiga 500 mingga bityapti-da ishi. Shu sementi bilan armaturasini olib beradi, shag'alni. Bo'ldi, siz uni quyib mana shunga forma berib qo'ysangiz bo'ldi. O'sha egasiga bu ancha vigida tushadi bu narx. Xuddi shunday. Hop, stakanlari. Stakanlar. Qancha chiqadi? Nechilik bular? Qarang, stakan 65, 70 to 90 santimetrgacha bor. Olib kelib qo'yganmiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bular $180 dan boshlanadi. 180, 200, 220, 240, $260 narxi diametriga qarab ketaveradi. Bu yerda hammasi terilmagan. Yana terib, yana onlayn elektron variantlarni tashlab beramiz. So'rashsalar agar.
Hammasidan bor. Mana qalini, daxlatlari, balandi, pasti, qolgan razmerda legirovka qilib o'ynashishda bo'ladi. Ha, bu har birini. Ha, mana bo'lak ekanda menda. Shunday. Bo'lak qilsa ham bo'ladi. Bo'lak qiladigan ham bor, bo'lak qilmaydigan ham bor. Har xil. Tushunarli. Akalar mana qo'shib bu endi past baland qilsa bo'lardi. 100 qanchadan boshlanadi dedik buni? 180 dan boshlanadi. 180 dan 250, 280 dollargacha bor. Tushunarli. Bu o'sha reytingga qo'yadigan bolasini, bu ham shu bu bilan bir xil. Ha, narxi bir xil chiqaveradi. Ha, chiqaveradi. Qo'yib ustuna qilib, zaryad qilib ko'rishadi. O'zi. Bunaqa uklonda turgan o'slar. Qalini bor, yuqasi bor, bularning ham shunaqa. Hammasi xullas 1 2 3 sortlari bilan ekan-a? Shunday. Bo'ldi. Xo'p, akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Optim joyda qaytarib aytamiz yana. Olib sotadiganlar yoki arendaga ishlatadiganlar yoki o'zi olib shunaqa quyaman deganlarga, kolonna quyib ish qilaman deganlarga bor. Mana shu ham qanaqa chiroyli chiqqan qaranglar. Modasi o'lmaydigan narsa aka bular. Nima narsalar ham xuddi shunday. Bo'ladi aka, aloqaga chiqishadi. Biz nomimizni aytadi, yana kelishtirib berarsiz. Bo'ldi, ha, xudo xolasa kelishtirib beramiz. Optim olib ketishsa, masalan, arendator olsa bonuslarimiz bor, beramiz. Sho'rlik qilib beramiz. Dastavkalar O'zbekiston bo'ylab, butun dunyo bo'ylab dastavkamiz bor. Ha, dastavkada muammo yo'q ekan. Yo'q, muammo yo'q. O'zbekiston bo'ylab besplatga qo'yganmiz. Kelib o'tirish ham shart emas. Yo'q. Tushunarli. Shart emas.